Sun'iy intellekt unga tobe bo'lganlar uchun xavf, boshqarishni uddasidan chiqayotganlar uchun esa yaxshi imkoniyat. Ish yuritishda bosh o'zingiz, sun'iy idrok esa sizga ko'makchi vazifasida bo'lishi muhim. Misol uchun, bugun qalamini charxlashni istamay maqolani sun'iy idrokka yozdirayotgan jurnalistlar yana bir mutaxassislikka o'qib qo'ygani yaxshi. Qolaversa, butun boshli ilmiy ishni sun'iy intellekt yordamida yozib, PhD maqomiga ega bo'layotganlar ham bor. Shunday ekan, juda ko'p kasblar ertaga ularning o'rnini sun'iy idrok olib qo'yish ostonasida turibdi. Hatto ishga kirishda ham sun'iy intellekt suhbat o'tkazayotgan zamonlarga yetib keldik. Bugun sun'iy intellekt kol markaz operatorlari, kassirlar, kadrlar bo'limi mutaxassisi, hattoki haydovchilarning o'rnini bosa boshladi. Bunga oddiygina misol qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarida harakatlanishni boshlagan taksi xizmatlarini ham misol qilib ko'rsatish mumkin. Bunday kasblar 10 dan ortiq. Xo'sh, xodimlar ishlarini yo'qotmasliklari uchun nimalarga e'tibor qaratishlari zarur? Shu o'ziga yordamchi qilib, sun'iy intellektni ertaga olib ketmasa, uni unumdorligi pasayib ketadi. Uni ertaga ish beruvchi tomonidan uni ishga qabul qilinish darajasi ham kamayib ketadi. Bu degani, siz sun'iy intellektni o'zingizga teppa-teng yordamchi qilib foydalanmasangiz, ertaga mojit ishsiz qolib ketib qolishingiz mumkin bo'ladi. Sun'iy intellektning asosiy qulayligi shundaki, tizim millisoniyalar ichida minglab ma'lumotlarni tahlil qila oladi. Undan so'ng esa bizga eng kerakli javobni beradi. Eng qizig'i shundaki, bundan taxminan 1200 yil avval Al-Xorazmiy sun'iy intellektning asosi, ya'ni algoritmlarni yaratgan. Sun'iy intellekt to'liq matematik tizimda ishlaydi. Uning hissiyoti ham, ongi ham yo'q. Endi mana siz savolingizni oldik-da, mana shu savolingizni internetda o'xshashlarni qidiradi. Informatsiyani, misol, endi keyin uni kalkulyatsiya qilib, siz bergan savolga javobni chiqaradi. Va bu javob oldindan o'sha internetda bor javoblarning ichidagi javobni topib olib kelib beryapti. Shunga sun'iy intellekt nima deydigan bo'lsangiz, sun'iy intellekt siz savol so'raysiz, savolingizni mazmunini tushungan holatda, shu mazmuniga yaqin holdagi oldingi databazalarning ichidagi informatsiyani olib kelib, sizga javobini beradigan narsa sun'iy intellekt hisoblanadi hozirgi kunda. Bugungi kunda sun'iy intellekt hattoki kotibalarning vazifasini ham bemalol bajara oladi. Xulosa qilib aytganda, yaqin kelajakda kreativligi va tahlil qila olish qobiliyatiga ega bo'lgan xodimlarga talab oshadi. Siz bor, faqatgina o'sha sun'iy intelлекtsiz ishlaysiz. Bu tomonda bitta odam, jurnalist bor, u sun'iy intellekt bilan ishlaydi. Sizga nisbatan tezligi 5 barobar tez bo'ladi. Tushunasizmi? Uni 5 barobar tezligini hisobidan balki kamroq jurnalistlarga ish kamayib qolishi mumkin. Sun'iy intellekt jarayonlarni avtomatlashtirayotgani bor gap, lekin bu kasblarning yo'q bo'lishi degani emas. Takroriy, mantiqiy standart vazifalar tezroq o'rnini topadi. Operatorlar, ma'lumot kirituvchilar, boshlang'ich hisobchilar, kol markazlar, oddiy dizayn va oddiy kontent yaratuvchilar. Bu segmentlar qisqaradi, chunki sun'iy intellektdan foydalanish kompaniyalarga ancha arzonga tushadi. Yakuniy xulosa shuki, vazifalarni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilgan va undan foydalana oladigan korxonalargina axborot texnologiyalar davrida jon saqlab qoladi. Muhammad Amir Hayotzoda, Kozimjon Samuqjonov, Gapiring Plus dasturi uchun.